Assalomu alaykum yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimizda bo'ldik. Şöyle avval ko'mir kotel qo'yilgan edi. Ozgina beri переделка kiritib berdik, gidrostrelka qo'ydik. Подача обратки ko'mir koteldan keldik. Hozir video davomida ko'mir kotellarni ko'rsatib o'taman. Chatib biladik. Bu yerda samotokamiz sirkulyatsiya nasos orqali bo'ladi. Gidrostrelka qo'yib 3 kontura bo'lyapmiz bu yerni. Görüp turganlaringizdek teplый polni kollektorlari через трехходовой o'tib turibdi. Nima uchun desa, teplый polimizni 30 gradus, 35 gradus нормальный bo'ladi. Shu 35, 60-70 gradusni 35 gradusga bo'lish uchun трехходовой qo'yilgan. Ikki kollektorimiz ham. Bu nasos ikkinchi etajga ketgan. Nasoslarimiz hammasi podachada turibdi. Bir dona gidrostrelka kotelni nasosi обраткада turibdi. Gidrostrelkadan обратка deb podachadan qaytib keladi gidrostrelka. Решетный bak bu yerda bor edi 24 litrlik. Bizning sistemamizga yetarli. Bu yerda заранее elektrokotel bor edi. Elektrokotelni прямой через подача ichidan chiqarib gidrostrelka uramiz. Любое время ko'mir kotelda ko'mir qolmagan vaqti bu kotel rezervniy 40 gradusdan tushgan vaqt qo'shib beradi. Optimalniy sistemamiz muzlamaslik uchun. Yana bizda teplovizor xizmatlari ham bor. Kimda neyda utechka bo'ladigan bo'lsa, betonning ichida truba qolib ketgan, yorilgan bo'lsa, shu yoriqlarni ham topib berish xizmati bor bizda. Görüp turganlaringizdek sistemamizni chiqib turganini ko'rishingiz mumkin. Подача обратка, gidrostrelka, подача обраткani chiqib turganini ko'rishingiz mumkin. Teplый pol ham ketib turgan подача обраткаlarni ham ko'rishingiz mumkin. Nasoslar qizib turibdi. Asosiysi hozir ko'rsatamiz. Shunday variantda teplый pol qizib turibdi. Beton ichida qolib ketgan turbalarni ham rengen deb ko'rsatadi. Любой batareyalarni qizib turganidan hammasini ko'rsatadi. Shu deb kollektorimizda bor ekan. Görüp turganlaringizdek bu yerda joydan chiqqan yeri. Shunda deb подача обраткani kelib kotelga urdik mana. Kotel kub 1 mega 32 kilovatli joyimiz 300 kvadrat planlashtirib shu kotelni qo'ydik. Ko'rganlaringizdek bu yerda ham bir qator gruppa безопасности podachamizda turibdi. Bu yerda ozgina qiyinchilik tug'dirgan yeri shu morimiz bo'ldi. Morini standart fabrichnisi qimmat ekan. Biza byudjetni qilib yasadik buni. 200 lik turbadan переход etdik. Nima uchun desa bizada zaslonka 200 lik. Keyin buni ichini переход etib 150 lik turba 5 metr qo'ydik. 5 metr 150 lik turbaga 2 sloy steklovata o'rab folgaladan keyin tunigachalari turba yasatib 200 likka shu tunikada yasalgan turbani gizdik. Общий ishodan yuqoridan morimiz 5 metr. Tiaga законный. Keyin ham отстойник etib yutib qo'yibmiz ko'rganlaringizdek. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol описаниеda telefon nomerlarimni qo'yaman. Xorazm bo'ylab xizmatlarimizni ko'rsatamiz. Hozir yonib turibdi, 60 gradusda turibdi kotel.